Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, aziz podpischilar. Buxoro viloyati, Buxoro shahrida qadrlab turgan Markaziy bank va Sanoat qurilish bank va ular orasida oldida qadrlab turgan ikkita ko'rkam 7 qavatli mehmonxonamizni qurilish obyektida turibmiz. Mana hozir bu yerda bankimizni podval qismiga, ya'niki ostki qismiga kirib, inkassatsiya mashinalari, ya'ni pul olishga kirib olib chiqadigan maxsus mashinalar kirib chiqishi uchun maxsus rampalarimiz, ya'niki podyomnik xodlarimizni tayyorlash jarayonida ekanmiz. Narigi tomonda Sanoat qurilish bankimiz va bu tomonda gostinitsamiz. Bu tomonda ham xuddi shunday gostinitsamiz va bankimizni qurilish jarayonlari ketmoqda. O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi standartlari asosida, Turkiya firmalari standartlari asosida armatura ishlarimiz, karkas ishlarimiz, beton ishlarimiz hammasi davom qilmoqda. Nasib qilsa, yana 1,5-2 yildan keyin ko'rkam koshonalarimiz qadoslaydi va shularni to'g'raydi. Nasib qilsa, katta bog'imiz, istirohat bog'imiz qadroslashi ko'zda tutilgan. Yaqin 1 yillikda esa Buxoro viloyati markaziy stadionni ham qurilish ishlarini boshlab yuboramiz. Hozir ishlarimiz juda qizg'in davom etmoqda. Bu yerda odamlarning yashash uylariga yaqin bo'lganligi uchun, shaharning o'rtasida yaqin bo'lganligi uchun shularning standartlarini hisobga olgan holatda ishlarimiz davom qilmoqda. Qolipchilarimiz, temirchilarimiz har doimgidagi o'z ishlarini ustalari kelib, ishlarni davom qilmoqdalar. Qo'shimcha kranlarimiz, mashina kranlarimiz va avtokranlarimiz va maxsus texnikalarimiz hammasi Avrasiya firmasi hamkorligida. Beton ishlarini esa Birinchi firmasi основной asosiy gempardiachik sifatida, ya'niki pudrat sifatida Koch Construction firmasi ish olib bormoqda. Do'stlar, nasib qilsa qo'llab-quvvatlab tursangizlar, albatta sizlar bilan hammasini birgalikda erishamiz va birgalikda qurib bitkazamiz. Videolarimizni endi bundan keyin kunora albatta qo'yib boramiz. Qo'llab-quvvatlab turingizlar, sizlar bilan hammasini birgalikda uddalaymiz.